Hey yo, hammaga salom do'stlar, sizlar bilan Karol Gaming. Ushbu videoda biz sizlar bilan 3 ta dinamik agent va ukam, ya'ni obunachim akkauntda 3 ta dinamik agent va sezon pass ochamiz va uji akkauntimizda birinchi klassik playerni ochamiz. Mana ko'rishingiz mumkin ochganimiz. Hozir video so'ngida u videoni qo'yamiz va sharhlaymiz. Qani bo'lmasam, mana ko'rishingiz mumkin classic player. Endi 3 ta dinamik agentni ochishni boshlaymiz. O'sha taktika bitta, ikkita, 3 ta. Birinchi mashina qilib ko'raylikchi. Husanovga tegmasdan kim bo'lishi mumkin? Oy. Ispaniya chap qanot left winger Nico Williams. Udar 77. O'ng oyoq va tezligi 90 darajada va Nico Williams 82 darajada. Yaxshi statistika. Ikkinchi dinamik agent ochamiz. O'sha taktika Barkola, Ultimate, Kunya, Felix, Malen, Husanovni bosamiz va bismillahirrohmanirrohim. Kim bo'lishi mumkin? Sal Bodashvet 16-raqamda. Udar 80. Menimcha hujumchi. Bunaqa o'yinchilar ko'p-ku. Nunez emas. Kim bo'lishi mumkin? Top nazorati 87. Rodgers ko'rsatgan. Senegaldan Ndiaye. Oho. Xuddi bu ham ko'tarilib qolar. Bu hozir guruh bosqichida bitta yutgani sababli 83-darajaga chiqishi mumkin. Dinamik agentlarda masalan guruh bosqichida bitta yutsa 1 level beradi, ikkita yutsa 2 level, uchta yutsa 3 level. Durrangini bilmadim. Bu aniq narsa emas. Taxmin. Bu kim bo'ldi endi? Tezligi 88. David Kanadadan David. Yaxshi. Bu ham kuchaysa kerak. Mana bizni red dinamik agent tarkibimizni David SS ga tushiramiz. Amaga De Paul bu yoqda. Mana sizlar ko'rishingiz mumkin. Yamalni olib qo'yganman. Bu yaqin orada Javzomas Yamal kuchaytirish videosi chiqadi. Mana bizning red tarkibimiz 16 ta bo'ldi uji. Uji sekin bismillah deb Bergkamp, Desiley, Rivaldo, Cannavaro. Bizga bu yerdan asosan eng kerakmasi Desiley bo'ladi. Chunki qandaydir yoqmaydi, bir qoraroq. Bilmadim, kuchjihat unaqalar bo'lishidan bilmadim. Lekin men ko'zimga yoqmayapti. Qani bismillah. Kim edi bu? Kal yo Rivaldo yo Cannavaro. Cannavaro. Oltin to'p olgan Cannavaro. O'zbekiston terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro. Eng yorqin daraja. Bundan 5 ta 100 chiqarsa kerak, xudo xolasa kuchaytirish. Buni ham yaqinda olamiz. Uje Cannavaro, Yamal, undan keyin sekin Harry Kane, Holland va Gabrielni kuchaytirish videosini olamiz albatta.
Keyin endi biz obunachimi, ya'ni ukam akkauntiga o'tib olamiz. Mana o'sha akkauntga o'tib oldik. Bu akkauntda biz hozir sezon pas ochamiz. Mana boshqa girib ketdi. Sekin Face ID olamiz. Oldi. Mana sezon pasimiz o'z akkauntimizga kelib tushdi. Mana klanimizdan ham o'sha dinamik agent va sezon pasti oxiridan ham yana bitta dinamik agent olamiz. Birinchisiga olmos olaveramiz. Ikkinchisiga boost olamiz. Keyin tanga dinamik agent, keyingisiga boost kerak, keyingisiga tanga olamiz. Olmos. Uzr. Texnika kerak. Olmos, dinamik agent, boost. Olmosmi? Olmos. Bu yerdan ko'cha. Ko'cha olamiz, tanga. Sariq agent. Boost. İkinci dinamik agent. Keyinchisi fitness. Dinamik fitness. Bu bitta o'ynab qo'ysak bo'ldi ekan. Taktika qilamizmi? Taktika. 3 tami bo'ldi hozir. Men 3 ta bo'ldi. Shopda hech balo yo'q. 3 ta. Taktika bor bizda. To'rtta pastdan, tepadan. Husanovga 1-2 ta bosib chiqib. Qani bismillah. Bug'doy svet. Kim bo'lishi mumkin? Taxminlarga. Onana bo'lishi mumkin. Pas 79. Top nazorati 84. Kim bu? Este nuevo jugador especial Oh, ha Rios. sido agregado al equipo. Uni Felix o'xshargan. Sachini orqasi o'xshardi-ya. Realiga u hali dramatik emas. İkinci marta. Ikkinchisi ham mana shu taktikani qoraveramiz. 5-chisimi bu? 5-chisi. Davay. Bismillahirrohmanirrohim. Ketdi. Kimniki neymi bu desa? Bug'doy svetdan sal oppoqroq, 24-raqamda. Hücum şekli. 83 zarba. João Felix. Portugaliyaning second striker, ikkinchi hujumchi qarorchi. 88 top nazorati João Este Felix. ambicioso equipo muestra su nuevo Felix. fichaje. Second striker. Yaxshi, bu ham 96larga da'vogar Portugaliya jahon chempionatiga chiqib, jahon chempionatini yutsa. Va oxirgi 3-dinamik agentimiz bu yerdan taktikani qoraveramiz. To'sanov. Bismillah. Kim tushardi oxirgisiga? Menga tushgan haligi McCain bo'lsa kerak. Amerikada o'zim akkauntimda tushdi. 22-raqamli Abbosbek Fayzullayev degan ismda 79 qiz pas. Qashqora tanli. Bal kontrol 79. McCain Este equipo 84 darajaga chiqadi podrá ayudarlos hozir. a tener éxito. 85 bo'lmaydi chunki kim bilan o'ynaydi? Koreya bilan o'ynaydi. Kim bilan o'ynadi? Yutqizdi u. Onani Rios, Felix, O'zimda Elanga, Williams va McCain. Felix faqat hujum bo'libdi-yu, hujum bilan markaz. Left winger bitta toza hujumchi kerak edi. Bularni olamiz. Hammangizga omad jigarlar.
sog' va salomat bo'linglar. Uchrashguncha. Xayr.